javob ehtiyojini chaqiramiz. Ochib beradilar. Dariza opa. Assalomu alaykum. Hurmatli muassislarimiz, hamkasblarimiz, sizlarni Eurobox kompaniyasini masterclassda ko'rganimda juda ham xursandman. Vaqt ajratib biliminglarni mustahkamlash uchun, ya'ni ham nima deydi, o'zinglarning kasbinglarni sevganingiz uchun ozgina hayajon bor. Sразу aytaman, hayajon borda. Xudo xolasa, biliminglarni mustahkamlash uchun kelgan ekansizlar. Alloh xayr etsin. Inshaalloh birinchi masterclassimizni Xorazmda o'tkazayotganim uchun men ham xursandman. Sizlar bilan birga boshlaganim uchun juda ham xursandman. Alloh xayr etsin. O'zimni tanishtirsam, men Eurobox kompaniyasining asoschisi, texnologlarga baxtiyor bo'laman. Xo'p. Sizlar bilan bugun faqat shunchaki depilatsiyani ko'rsatib o'tishmaysiz. Depilatsiya texnikasini ko'rsatib, o'zimizda qanaqa ishlash, va undan tashqari sertifikat berib xayr emas. Ya'ni biz nimani gaplashamiz? Sizlar bilan Xudo xolasa, ya'ni mijozlar qanaqa ishlash kerakligini, gigiyenaga rioya qilish kerakligini va undan tashqari mahsulotimizni oradagi har bir kompaniya bor mahsulotlarni ham gapirib o'tayman. Hop, birinchidan men o'zimning mahsulotimni tanishtirsam. Bizning mahsulotimiz Yevropa mahsulot, hipoallergen. Bu mahsulotimizni faqat O'zbekistonda qadoqlaymiz. Bizlar O'zbekistonda qadoqlaymiz. Bu mahsulot universalniy, hamma teriga tushadigan, bemalol ishlatsa bo'ladigan, yosh qizlarimiz, maktab o'quvchilari agar bilsangiz, bilmayman, hozir orangda kimlar depilatsiya qiladi, maktab qizlarimiz chiqqan tuklarni oladi va undan tashqari qalin tuklarni ham oladi. Keyin mana bu skrabni har bir mijozga aytamiz, skrablab kelishi do depilatsiya prinsipida любой voz bilan ishlayotgan tavsiya qilinadi. Любой voz bilan. Nimaga? Bitta slov himoya qilish kerak. Nega desangiz, gradusini birinchidan har doim bu voz emas, boshqa voz bilan ishlaganda ham gradus o'xshashligi kerak. Issiq sursiz, kuydirasiz, mijoz yo'qotamiz, o'zimizga qaradi. Gradusga e'tibor beramiz. Gradusdan tashqari prinsipda bitta slov adaptatsiyani himoyaga kiramiz. Voz bilan ishlaganda texnikasini hozir men texnologlarimiz ko'rsatib beradi, qanaqa ishlash kerakligini, to'g'ri ishlayveradi. Keyin post depilatsiya uxlotlarimizni o'zimizning Eurobox kompaniyasining massasi bor. Bu ham xuddi shunga o'xshagan hipoallergen. Bizning massajlarimizga ham olishadi bu mahsulotimizni. Bundan tashqari mana texnologlarimiz ishlatishadi. Necha yildan beri bunaqa tarkibni, sifatini sizga tushuntirib ko'rsatib berib kelishadi ish jarayonida. Va undan tashqari xudo xolasa tez kunda juda ham ko'p muammoga kirib kelayotgan bo'ladi. Bir xil depilatsiya qildik, teriga o'sib ketdi, nima o'sha yechim bilan ham Eurobox kompaniyasi tez kunda inshaalloh qanaqasi mahsulotlarni chiqaradi demoqchiman. Bu gapni faqat sizga endi aytolman hozir, to'g'risi. Tez kunda yangi mahsulotlar yana bo'ladi. Terini mayinlashtirib, tuklarni sal oldini olib, teriga o'smasligini oldini oladigan, ya'ni mahsulot bilan ishlaganimizda bizlar после уход, ya'ni gigiyena sohasini depilatsiya qilganimizda nimani aytamiz? 2-3 kun siqib turadigan tursiy kiymasliklar. Mana bu ko'pchilik men bilmayman, hozir bu biladiganlar bormi, yo'qmi, men yuzaki aytib ketyapman. Обязательно tursiy kiyish. Masalan, men oldingizga keldimmi, ayting, menga hibay yumshoq tursiyga kelib keting. Biz ayollar bemalol gaplashib olamiz bu narsalarni. Aytamda 2-3 kun kechasi iloji bo'lsa kiyim pijamada yotishni tavsiya qiladi. Nega? Depilatsiya qilgandan keyin teshikchalarimiz bo'ladi. Hamma ilizi bilan chiqqan hamma biladi-ku. O'sha teshikchalarimizni siqmasligi uchun siqilgandan keyin masalan 3-haftaga ana bu o'sishini bo'lib qo'yadi tuklarni. Va uyda masalan bugun depilatsiya qildingizmi, sen uyga borasan, обязательно haftasiga 2 marta badan общий skrab qilinadi. Buni hamma bilsa kerak. Bu не только подмышка bikiniga, общий badan skrab qilsa nafas oladi badan. Bu qanaqa? Odamning o'zini uxladi-da. Xo'p, o'shanga albatta uy uxlini aytamiz va depilatsiyadan keyin maslar agar qizarishlar bo'lsa, o'z odatda bu qizartirmaydi. Mayin ishlaydi. Hozir ko'rsatamiz, mayin ishlaydi, qizartirmaydi va qizarish bo'ladi. Какой-то 5 minutlik bo'ladi. Unda чувствительный allergichniy qizarishlar bo'lsa, unda sal qizarish cho'ziladi. Unda yana bizning oddiy aptekada sotiladigan mahsulotlarimizdan hozir ko'rsatib beramiz. Yechimini. Keyin yana aytmoqchi bo'layotganim master klientskiy bazani ushlab qolish. Klientskiy baza bu hammaga qiziqda. Deylik, misol men misol deylik, qilolganimga kelyapman. Depilatsiyaga
menga san 170 ming yoki 150 ming bersang bo'ladi. Это уже что-то, да? Misol. Bu уже что-то. Deylik, yana уже 7 kun keldi. Deylik, misol 7 kun keldi yoki endi o'zingiz uchun belgilaysiz. Ana mijozga kelib qo'ysangizdan bo'ladi. Menga har kelganingda menga keladigan ertaga ichinchi kelganingda aytib qo'y yoki ana yozasiz Telegramda hamma yoziladi zarb. O'shani o'tga o'sha yana sizga deyishadi. Masalan, sizga bugun bikini sohasi tekin keladi. Bu уже живой. Men boraman deb azizcha. Men boshqa masalimga bordim, menga bonus qildi. Men уже unga aytaman, ikkinchida men уже klient kelganda faqat depilatsiyani sotib olmaydi sizlar. Klient har bir salonga borganda nimani xohlaysiz? Damlanish xohlaysiz. Kelganda har bir misol mana kesinglar, nima dadilar aytasizlar, masterga o'tirib olib gaplashasizlar. Ana stressni bo'shatishga kelamiz. Tushirolmay qoldim. Klient salonga dedi. Ha, har bir master, mana o'zingiz ham Zo'r gapirdingiz. o'zingiz ham salonga borasiz, misolda. Ha, to'g'ri. Berganman. Ishoning, men bitta ikkita qizimga berganman, Alloh menga ko'p klient qaytardi. Beradi, o'sha olayda sen 1 bergan, men senga 10 beraman. Bu narsa bor-da. O'shaning uchun shunaqa qilib, просто biz o'rta holni olib, o'shanda narx chiqarishimiz kerak. O'zimizda ana pulga qilyapti, undan ololmaymiz-da. O'shanda ham klient, ham yuqori nima deydi, statusli mastersiz, hamyonbop nimalar mana shu opam bir gapirib yorish opam Xorazmdagi o'qituvchilarga arzon qilib chiqazib yuboradilar. mana shu opam bitta gap bu opam bilan bir ancha yildan beri ishlaymiz. Sevimli opam Lola opam noldan boshlaganimda mana shu opamdan oldilariga kelganman. Nol boshda mana boshqa ko'pchilik kelmagandi. Ovozini shundog'ini eshitdim. Assalomu alaykum. O'z ovozida ko'pchilik qo'rqadi, Zahir ayol ekan, men borimcha shunaqaman. Vaqtlar qo'yib jonim kelinglar emasda, borimcha shunaqaman dedi-yu. Yetakchi. Tak, assalomu alaykum, shu joyga yig'ilgan ekansizlar. Hammanglar master, bitta noldansiz siz-a? Master eslab qoldim. Hammamizda bu yerga yig'ilganimiz sababi, mana hammanglar pul to'lab barib o'qitinglarni ajratib keldinglar bu yerga. Endi mana shu Yevrobax bo'zqilib o'tirganda o'zi ishlab pul topish ikki xil yo'li bo'ladi. Qarang. Masalan, klient kelyapti, birinchi teoriyasini o'tkazib beraman. Hammamizga baribir bu kelayotgan masala klient yig'ish, pul ishlash, to'g'rimi? Hammaning maqsadi shunaqa. Tak, klientlarni ushlab qolish yo'li qanaqa? To'g'ri, mahsulot, renta, даже ko'rsatib o'tamiz, biz ishlayotganda ko'rsatmoqchi edim, lekin aytib o'tamiz. Lekin hozir ko'plar bilmaydi gigiyena masalasida, to'g'rimi? Ham ayol kishimiz, men yuvinib kelamiz, men ayol kishi yurib keladi siz kushetkangizgacha, biz ayol kishimiz, по-любому bu organizm, delaniyasi ovqatni qiladi, to'g'rimi? Yotadi. Sizlar mana shu banka bilan ishlayotganida mana shunaqa qizlarimizga alohida idishchalar bor. Nargizadan постоянно olamiz, mana shu idishchalarni ham ko'rsataman. O'sha imенно mana shunaqa o'zini har xil shamollashi bor-bora, baribir shu bankada общий qilib ishlatmaslik uchun alohida o'ziga narazil idishchada ishlashingiz kerak. Nimaga? Chunki bu o'sha klientlarni o'ziniki bo'ladi olib. Aslida hali buni narsalarni ko'rsataman bu yerda. Gapirgan boshqa, ko'rganingiz ham boshqada. Bizning ishimizda asosiy baribir gigiyenaga qaraladi. To'g'ri, hozir qizimiz ham kimdir gapirdilar bular. Har xil keladi. Yo'q, vlajni ham ko'p qo'yami? Yo'q, vlajnikda artgan har xil holatda. Ha, bir xil artadi, bir xil artmaydi. Nimaga o'zi ayol kishi hijolat bo'lib keladi bizga. Shunday ham klientlarga aytaman, "Спасибо за ваше доверие, за ваши бисички". Nimaga? Bizga ishonib ochib beryapti, to'g'risi. Hammaga emasda. O'shaning uchun podдержка qilish uchun bu ham klientlarni olib qoladi, shuni bilinglar. Klientlar kelganda va o'ti unaqa emasda, podдержка qilsanglar, u ham ana bemalol shunday beradi, biladiki keyingi safar shu odamga kelsam bo'ladi deydi. Chunki men spiral pudrani kupasiga o'sha vaqtda ham kasali kelib qolgan vaqti, kutgan vaqt kelmaydi, shunday. Bu gigiyenasini aytayapman-da. Shunaqa meshni bo'lganman borsam, bu ham yo'q, hech qanaqa xijolatchilik yo'q, kelavering deyman-da. Qiz bolamas, tampon tiqib kelsa ham bo'ladi, hech narsa emas. Masalan, gigiyena to'g'risida просто klientlarni podдержка qilsanglar, odam kelaveradi. Mana aytaman, 15 yildan
yildan beri ishlayman. Birinchi marta master klass berishim Nargiza bilan. Bo'lmasa sinuvlar boshlaganmiz mana shu Yevrovaksi bilan. Har xil vosklar bilan ishlaganman. Bu yerda hozir Instagramda chiqib yotib, bu vosk mana bunaqa, bu vosk bunaqa. Men unaqa demayman. Men borini gapiraman. Sanitariya firmasi bilan ham ishlayman. O'zini anaqalar o'ziniki bor. Lekin vosk faqat shu. Tanlaganman nimaga? Hozir Holiday bilan ishlaganda ham bor ekan. Holiday bilan Yevrovax bilan ishlasangiz farqini siz ishlab tushunib olasiz. Nimaga? Plotniy har bir vosk o'zini strukturasi bo'ladi. Mana shu Holidayki og'ir, shuning zariflar bo'ladi, qiyinroq bo'ladi, tez ham sovib qoladi. Yevrovax unaqa emasda. Masalan, svet o'chib qoladi-yu baribir. Har xil vaziyat bo'ladi, salonda turadi. Men 1 soat shu Yevrovax bilan ishlayman. Даже shunaqa kunim bo'lganki, quyoshga olib chiqib qo'ysam ham pastda bo'ladi. Uni olib ham surib ham shular, mana klientingiz yotibdi, boshqa ilojingiz yo'q-da. Olasizlar-da, shundoq qilib ishlataverasizlar. Qo'ldan perchatkada-da, tushundinglar? Yoki o'zingiz videolaringiz bor, shunaqa ishlaydi. Просто Yevrovax любой narsadan chiqib ketasizlar. O'shaning uchun. Polimer qilib ishlatsa ham bo'ladi. Polimer hamma narsa bo'ladi. Основной sizlarni hammanglarni mana nechta lenta, mana даже palchga ham ahamiyat berdim. Gapirdik-ku. Hamma narsaga просто yaxshi narsa olsanglar, klient uchun shunaqa отдача olasizlar. To'g'risi, men ham oldin ikkita men bor. Masalan, hamma yo'q, maqtanishdan hammasi mehnat orqali ishlashdi. Shunday, shunaqa. Kamida 20 ta odam olaman. Kuniga 30 ta, bayramlarda 50 ta, 2-3 gacha kechgacha ishlayman. 2 yozadilar. Men endi keldim dedilar. Osilib kelaman. Hozir ijodda klientlarni eshitish kerak. Men hozircha eshita olmayman. Hurrimni qo'yib qo'yam, bunday yo'q. To'g'risi, meni yaxshi ko'rishadi. Menda punktualnisam, katta rol o'ynaydi masala. 10 larga keling demayman. Soat 10 da kushetkada yotishim kerak. To'g'risi, hammasi anaqada keladi. Kim saboqat mana shuncha bizga shogird Voz kerak bo'lsa, bemalol saboqatdan olasizlar. Uni aynan Xorazmdagi mani dilerim saboqat boradilar. И nima desam ekan, juda ham yaxshi singil. Просто masalaga nima teoriyadan baribir hamma masala o'sha klientni yeb olish masalaga o'rgatyapman. Klientni qanaqa bo'lib qolish. Jonim kerak emas. Точно. Kerak emas. Dikatay, bitta ko'r. Ha, точно. Masalan, kelinlarim bor, qizlarim bor deb keladi, gaplashadi. Qaynonam unaqa deyishadi. Sen o'zing yomonsan. Nimaga? Chunki men uni eshitamanmi, chetdan qaraymizmi? Nimaga biz klientga paxta qo'yishimiz kerak? U kiyotib tozalanib, biz pulni olamiz, tushunasizmi? Hozirgi ko'p sistemadan ham bizda klientlardan o'zinglarni qizlar urovinglarni tushirmanglar. Zo'r master ekansiz. Umuman tushirmanglar. O'zinglarni serjininglar bo'lish kerak. Kech qoldimi, davay. Men shunaqa videolarim ham bor. Men endi ochiqchasi gapiraman. Meni masalan gruppamda mingtacha odam masalan o'zi kimdir gruppadan, kimdir Instagramdan, gruppamda kanalimda bor qizlarim ham kutib o'tirishadi голосовойlarim. Nimaga? Chunki urushaman. O'shalarni yaxshi ko'rishadi. Suchka chopas davadi. Bыстро раскипайся. Bo'ldi. O'shanichi yaxshi ko'rishadi vaqt-vaqtida. Просто men qanday bo'lsanglar klientlarni olib qola olasizlar. Lekin shu gapingiz to'g'ri. Jonim demanglar, men bu yo'q narsani nima qilasizlar? To'g'risida va o'rtoqda Klient sezadi deng. O'sha yolg'ondan nima qilganingni ham klient sezadi baribir. Yo'q, biladi, o'shaning uchun как положено bo'lishi. Menda shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Katta chinovniklar bo'ladi-yu har xil klient. Men masalan, Nargiza keldi, voy Yevrovax sotyapti, menga tekinga beradi emas, menga Nargiza qanday bo'lsa shundoq. Masalan, kim bo'lsa, kushetkada piskala gapirmaydi, men katta boyman, men umuman to'g'ri. Hammamiz bir o'shaning uchun klientlarga bir xil qarash kerak. Bir xil qarasangiz, o'sha klient qoladi yoningizda, o'rtoq ham bo'lib ketadi. To'g'ri. Shunday. Endi men o'zim shunaqaligim uchun mana shunaqa. Bonusmi? Yo'q. Men narxlarni yo'q, ushlaganman, hozir faqat mo'luvchiga olmayman. Nimaga? Hozir sababini aytaman. Men premium joyda ishlayman, chunki men komfortni yaxshi ko'raman. Instagram kursinglar, bilasizlar, Nargiza bilan
uni ham sekin ko'tariladida. Sразу to'g'ri. ketmaysiz. Masalan, lekin o'sha premiumda ishlasam ham mani narxim o'rtada. Nimaga? Oylikda ishlaydigan ayollar juda ko'p. Puli bor qizlar eridan pul ololmaydi, yig'ib o'tiradiganlar ham bor-da. Boylar deymi, boylar ham qo'shib ketsa, mayli, cheviy deyiladi-yu, cheviysiz qo'shib ketadi. Nimaga? Chunki anaqa Ko'nglidan chiqqaningiz uchun. Tushundingizmi? O'shanga 150 ming manda bikini. Podmishka 50 ming, ikkitasi 200 ming. Lekin mani jonimga u arzon jon. Maqsad zato manda odam aylanaman. Endi hozir men yangi odamlar manda klientga ba'zan yoqilib bo'lgan. Oyiga aylanib kelaveradi. Kelaveradi. Sinema olib qo'ying, janima olib qo'ying bo'lsa, oraga tiqib o'tiraman. O'shanga. Obedlamayman, vaqtim. Chunki yonimda qizim ham ishlaydi, o'zimga olganman. Unga yengil keladi. Endi meni eski klientlarimda yo'q narsa. Yengil juda ko'p ishlaydi. Eshitaman-da, o'shaning uchun so'ramoqchiman. Broshi nimaga bo'ladi? Klientlarga aytdilar, ha deb mana shu yulayotganda barbanni tuklayam ingichka bo'ladi-da. Ingichkalashib har bir tukka ustida porasi bo'ladi. Bo'ladi. O'sha poradan chiqolmaydi, bundoq ketib qoladi. Chapga o'ngga, o'shaning uchun terini ichida qoladi. Shundaylar, har bir hozirgi modelingiz bo'ladi. Men ularni ham sizlarga ko'rsatib o'tiraman, prostyaritsiya aytolmaslik, o'sha poradan mana одноразовый nina shpris ishlataylik. Men ko'p Instagramlarda ko'raman pinset bilan. Pinset kerak emas emas. Chunki har odamda bor civilizatsiya qilgani bilan buni bo'lmaydi. Shuning uchun shpritsi ninasi bilan mana 100 ta bochkalab oladi, aptekachi so'raydi, nima qilasiz deydi, ko'tko'ringlar. Baklar nima detskiy moy ishlatadi, unga nima deysiz? Detskiy Johnson Baby. Klient telefon qilyapti. Moyda o'zining sostavi bor, tushunasizlarmi? Ha, shunday. Klient telefon qilyapti, siz nimada ishlaysiz? Ana shu depilatsiyaga nima ishlataman desam, ha, eng zo'r Johnson Baby yog'idanmi dedi. Reklama ham qiling, bu reklama ketgani siz уже оправдаться hozir. Men Евровайсdan ishlayman, bu o'tin yetmasingiz ham bo'ladi, men bizlarga ishlik bo'ldi. Klientlarga cho'tkisi kerak. Siz o'sha yo'q, depilatsiyaga aloqasi bor narsa ishlataman desam, Johnson Baby yog'imi zo'rida deyapti. Yo'q, u mumkin emas o'zi. Ha, Johnson Baby yog'i zo'r-ku deydi. Klientlarga оправдаться qilmaylar. O'sha yog'ning ta'siri qoraytiradimi? Shunda shu detskiy yog'lar qoraytiradi-ku terini. Qoraytirish nimadan bo'ladi? Nimadan? Masalan, so'rama. Qani sizlar mastersizlar? Men klientman. Nimaga meni podmishkalarim qoraydi? Siz mastersiz-a? Ba'zida issiq surtvorishidan bo'ladi. Ba'zida shu terida o'sha qorayish. Menda qorayish shunaqa ichiga o'sgan kam. O'sha bilib bo'ldim, siz eskimisiz. Katta tajribaga Yo'q, qorayish. Men Qorayish xarakterimiz bir ekan. Qo'shni yo'q. gapirishingiz voshcha yo'q. Xormastir olib kelibsiz, Nargiza opa. Qarang, homilador vaqtida qorayish bo'ladi-ku o'zi. Mana shu yoningizda gormonal ekansiz, masterlarga. Ichki. Ha, shu ichki. Уже oxirida hech narsa bo'lmagan ekan, уже oxirida amasrasi aytib o'taman. Men o'zim uchun birinchi kelgan klientga mana talk sepamizni qilamiz. Talk nimaga sepiladi? Himoyada issiq narsa surtilganda. O'sha imенно qorayishi himoyasiga sevmayman. Nimaga? O'zim bilish uchun. Bu chunki menga yangi klient keldi, meniki nima o'zim bilaman nima bo'lgan. Lekin yanginikini bilmayman. Kelishadi qop-qora deb uchini mana shu podmishka bo'lsa yarmini bestalk olaman. Sizlarga maslahat. Deb просто sal barq hammani qo'lga terlaydi. Lekin terlaganda agar vosk sursanglar, u namlangan baribir manikyurga qo'linglarni solsanglar влажный bo'ladi. Undoq qilsanglar ko'chada bu ham terlar ham shunaqa. O'sha влажный ko'chalarga mana shu bikini sohasiga ham podmishkalarga tak sepiladi. Namlikni olish uchun. Ko'p sepib tashlamaylar, voskda keyin kasha bo'lib ketadi. Shu normal. Me'yori bor. Bo'ldi. O'shani men aytmoqchiman, o'rgatmoqchiman sizlarga. Qoraygan podmishkalarni yarmiga просто salfetka bilan artinglar-da, ozgina mana
shu vosk bilan oppoq oppoq voskni surib olinglar. Agar lentelar oppoq chiqsa, bu ichki emas. Ikki qatlaniki по-любому 100% hammada bo'ladi. Garmadan o'zgarish. Ikki qatli. Liniya tushadi, siskasi tushadi. To'g'rimi? Ko'rayapti-ku ayol. Da. Bu bizga anaqasi yo'q. Tushundingizmi? O'sha kabinasi, uni hech kim yo'q qila olmaydi. Hozir maskalarni chiqqan oppoq qilmaydi. Zo'r. Ha, qisman oqartirib berish mumkin. Orqada o'tiribdilar, biz Точно. o'tkazganmiz mana shu bikini sohasida Masalan, kosmetologlar oqartirib beramiz. mana pilinglar bo'lmagan. Voska yor va Organizmga bor. Mayli deb pishib ketadi. Ну, Tabiiydimi shu? lazerga borgandan keyin ham o'zi bo'ldi kamaydi deb сразу yana britva qilsa yana ko'payib ketaver ekanda. Uni yana baribir depilyatsiyaga qaytish kerak ekanda. Kamgina tushirsa ham. Shuni aytmoqchimanki, O'zi juda ko'p klientlar bir borib qaytyapti. По-любому hammasi qaytib keladi. Da, qaytib keladi. Baribir yashayapsan, yeb ichyapsan, u tuklar qayerga ketadi deng. O'lsangina u nima bo'lishi mumkin. O'lsang to'xtashadi. Ha, endi bizning vazifamiz bir oygacha cho'zib beramiz, ну kamaytirib beramiz. O'sishini astalashtirib ham beradi-ku baribir. Biz sekinlashtirib beramiz o'sishini. To'g'ri. Sekinlardan masalan olib tashlab bo'ladi. Ritva qilmaylar. Kamaytirib. Depilyatsiya Tabiiy yo'l bilan yulyapmiz deng. Tabiiy yo'lda tashlaymiz. Sug'urib. Piyozlar bilan. Kichkina klientim 5 yosh. 5 yosh. Qizim 5 yosh emas. boshlaganmiz. Oyoq, qo'l va qo'lchalar ma'mula rahmat kelgandan keyin yo'q Menda ham bor 12-13 deganman. Chunki endi u yaxshi Ozarbayjonida. Ota-onasi olib keldi, yo'q dedim, men qaytarib oldim, keyin haftadan keyin telefon qilishdi, shu bor narsa toshib ketdi. Iltimos sizni tavsiya qilishni oling. Haligacha shu qizcham mana 7 yosh bo'ldi. Har kuni kiyanda shokoladni konfetni ko'rib, spasibo вам kichkina o'ynab qoldim. Aytmoqchimanki, yoshlikdan olsa bo'ladi, endi Bitta mahsulotni ishlash kerak. Yosh bolalarga masalan aralashtirish kerak emas. Men o'zimni qizim aytaman. Bilmayman, hozir Instagramda ko'pchilik ko'rdim, yo'q, men qizim bor. Qizimni adashmasam shu 7 yoshdan boshladi, faqat oyoqchasini. Juda tukli qizim. Sразу. Mana qizim Nodira ham bilir. Qizim o'sha mana voskni depilyatsiya u sezmaydi buni og'rig'ini. Faqat uxlaydi o'shirkada-da. Men qilmayman desam o'zini o'zi depilyatsiya qilishni biladi. Qizim mana hozir 12 da o'zini o'zi depilyatsiya qilishni biladi. Dahali anaqa подмышкасida biki unaqa emas. Gapiryapti. Sana bu marketing tushunayim dedi. Хорошо dedim. Meni juda ko'plar taniydi. Хорошо deb hozir olaman deb shunaqangi profilimga istoriya qo'yaman. Har bir kosmetolog o'sha lazer qiladiganchilarni men o'zi tushunmayman, kosmetologlar ham yoni qilishadi. Endi bu meni shaxsiy fikrim. Asosan yuzimni Точно. Bir xil tirnoq ham qiladi, choch ham qiladi. Da, bizda ham bor shunaqa. Bitta yo'nalish beringlar, bitta ish ushlasanglar beradi. Agar o'sha to'rtta bo'lsa hech narsaga o'xshamaydi. Menga ham klientlar aytadi, "Bitta depilyatsiyam, kiprik o'rganing, qosh o'rganing, tayyorxonangiz bor." Yo'q. Qanday men unda ko'rib, sizni ko'zingizga kiprik ekib o'tiraman deyman-da. O'zi kiprikka ham vaqt yo'q-da menda. Ko'plamani hozir lazer sekin bo'ladi. Shaharda ko'p bor, mana anaqa ko'p emas anaqalar, masterlar, kosmetologlar. Yetimlar bor ishlayapti. Xuddi shu narsani yordam beradi. Buning ichida qunchalar borda chiqaradi. Shuning uchun skrab qilish kerak. Bu не только bu bikin, butun badan обязательно. Shuni ishlatsa bo'ladi. Ha, skrab yaxshi ishlaydi. Men aytaman-da, klientga yetdi-ku. Yuvish uchun kir sovunlab yuv. Nechun men bilinmam ko'rsatgan. Yo'q, yuvinib kelgandan keyin tupar beramiz tozalab. Yetgandan keyin обязательно kir sovunlab yuv. Nechun mikrob o'ldiradi, kir sovunlab yuvish. Her klientimden mi qaytaman shunday? Kir sovunlar Guydiradi Perex. Yo'q, guydirmaydi, Perex. Foizli ba'zi guydiradi. Men yuzimni yana ishlatib guydirdim yana. Guydirdim yuzga axir 1000 marta aytsangiz ham kir sovun. Ina masalan nega boramiz-ku? Uziga, ginekologga, shunda men erkak odam aytdi, imtengeling yengadi. Kir sovun. Endi ba'zi zo'rdan kir sovunlab yuv dedi. Yo'q, ba'zi kir sovun ham yengmaganima. Buni o'zlari sinovlardan kelib chiqa qoladi.
Bo'lmasa kumushi dedi, oltini dedi, hammasini ishlatdim 1000 tangani. Million marta kir sovun. Sizlar uyda? Avo. Ya